Mana shu Xitoy programmalar haqida qisqacha ma'lumotlar. Temu programmasi. Agar siz buni narsani zakaz qiladigan bo'lsangiz, kargoga umuman pul to'lamaysiz. Narsalarni o'ziga faqat pul to'laysiz va dastavkasini uyingizgacha tekin qilib olib kelib berishadi. Faqat kamida 180 ming narsa zakaz qilishingiz kerak bo'ladi. Tekinga ham narsalar olsangiz bo'ladi. Pinnodo va 1688 asosan sotuvchilar mana shu programmalardan foydalanishadi. Chunki bu yerda juda ham arzon va optimga olsangiz bo'ladigan tovarlar bor. Va bu programmadagi narxlar boshqa programmalarga qaraganda juda ham arzon. Xitoyliklar WeChatni suhbatlashish uchun xuddi o'zimiz Telegramda ishlatishadi. WeChat programmasi bundan asosan original yoki birga-bir lyuks kopiyadagi tovarlarni sotib olish mumkin. Alipay programmasi. Siz buni Xitoydan narsa sotib olayotganingizda to'lov uchun ishlatasiz. Asosan WeChat uchun ishlatiladi. Taobao bu eng zo'r programma. Asosan bu yerda eng zo'r kачестводagi narsalar sotiladi. Va bu yerdan siz kiyimlar, oyoq kiyimlar, uy uchun kerakli bo'lgan antiqa narsalardan bemalol topsangiz bo'ladi. Mana shu programmalardan zakaz qilib biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, direktdan kurs so'zini yozib qoldiring. Men sizga chet eldan zakaz qilishni o'rgataman.